Tayyorlanishi juda ham oson, lekin juda ham mazali bo'lgan og'izda eriydigan rakushkalarni ikki xil uslubda birgalikda tayyorlaymiz. Retseptni saqlab qo'ying, chunki juda ham og'izda eriydigan mazali bo'lib chiqadi. Tayyorlanishi esa juda ham oson. Idishimizga un bilan saryog'ni solib uqalab olamiz va tuxum sarig'i, smetana, razrixlisini solib aralashtirib xamir qilib olamiz. Yumshoqqina xamirimizni dumaloqchalar qilib xolodilnikka tinishi uchun ozgina vaqtga qo'yib qo'yamiz va tengunicha bezagini tayyorlab olamiz. Shakar bilan tuxum oqini qattiq massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib chiqamiz. Qizib turgan pechda pishirib olamiz va issiqligida ustidan shakar upasini sepamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.